Assalomu alaykum, Artur Shoh obunachilarini chiqsa yaxshimisizlar? Bugun sizlarga foydali video qilayotirman. Obunachilarimiz arasida dehqon og'a, akalarimiz, analarimiz bo'lsa, sizlarga bugun foydali video bo'layotir. Sizlarga navni nishatish kerak, shularni tushuntirib o'taman. Yana bu hozir uzumlarimiz hozirgi vaqtda chang-sho'r kasalligi tushadigan vaqt hozirda. Hali bular tushmadi, lekin chang-sho'r kasalligini nechiklasangizlar, yana bellari qorayib, imini burishib turib oqib qoladi. Shunday kasallik bo'ladi. Shularimizni eldan olish uchun folikurdan dorimiz bor. Shu folikurdan dorimizdan nechalik qo'shiladi litrini, keyin shafsaflar shular haqida ma'lumot berib o'taman. Video davomida ko'rib kuzatib boraverasizlar. Uzumlarimizni ko'rinishi obunachilar. Hozir shunday holatda turibdi. Hozir yana bu yerda shunday kasallik tushib boshlagan. Mana yo'q, bularimizni boshqa bir hasharotlarimiz yegan, shundayroq bo'lib turib, oqib qorayib qoladidan. Shu kasallikni hozir eldan olib, har bir haftadan shu folikurdan dorimizni sepib turamiz obunachilar. Har 10 litrni 3 gramdan solinadi. Sepilish jarayonlarini sizlarga kuzatib o'taman. Mana bunaqa folikur dorimiz ana shu bo'ladi. Bu menday kichkina idishda bo'lmaydi. Shu o'simliklarimiz uchun dorixonalardan so'rasangiz, o'zi bu yerda katta idishda turadi. Menga kichkina gramli idishlarga solib berganlar. Buni men o'zimga kerakli gramini solib, yana bu aparatimga sepaman. Bu 10 litr 3 gramdan sepiladi obunachilar. Hozir yana bu solib turib sepib ko'rsataman obunachilar. Birinchi shpritsda, shprits islamni o'lchaydigan narsalaringiz bo'lsa, 3 gramini olasizlar birinchi. Menda 2 gramlik shprits bor ayni. Birinchi 2 gramini bunga solib turamiz. Mana 3 gram soldikdan birinchi idishga solib turamizdan birinchi eritib olamiz suvda. Ozgina yana ichine solindi, ozgina eritib olamiz dorimizni. Shunday ma'lum bir miqdorda o'zingiz bilib solasizlar. Yana oqarib qoladi, keyin aparatimizga quyamiz buni. Mana keyin ichine yana bir choy paramizdan yuqusga oladi, ichine solamiz. Keyin izidan 10 litr suv solinadi bunga obunachilar. 10 litr bizga yetadi, undan ko'p kerakmaydi. Qopqoqini beklab oldik. Sap ko'rmagan obunachilarimiz bo'lsa, aramizda 1 litrimiz 50 gram aptol solinadi obunachilar. Benzinimizning ichine nima kerak desangizlar, bu motorimizni ko'proq vaqt ishlashini yordam beradi, moylab turadi ichini. 1 litr 50 gram solib qo'yibmiz, quyamiz. Yine obunachilar shunday bektirib sepiladi ham yerini. Shunday ham yerini bir takizda sepib chiqasizlar. Keyin bir haftadan keyin yana sepsangizlar bo'laveradi obunachilar. Yo'q, bir xil turda uzumlarimizni sepaverasizlar. Qora uzum deysizlarmi, bunday yashil uzum deysizlarmi? Har xil uzumlarni sepsa bo'ladi obunachilar. Yana xudo xolasa pishayotir, qarayib turibdi. Yakin o'rtada pishib qoladi obunachilar. Yana nechik kasalliklari bo'lsa, nechik dorilar sepilishlarini hammasini xudo xolasa sizlarga qo'yib kuzatib boraman. Keyingi videolarda görüşguncha xayr, sog'omon bo'ling.